O'zbek xalqi o'zi bolajon xalq, o'zini sog'ligidan ko'ra farzandlar sog'ligini ko'proq o'ylaydi. Siz videoga bitta like bosib qo'yib oxirigacha ko'rib turing, chunki bu joy farzandlarimiz uchun juda ham muhim. Like bosgan bo'lsangiz biz ketdik. Здоровый дети, ya'ni bolalar sog'lomlashtirish markazi. Katta gapirish emas, lekin bu yer O'zbekistonda yagona yuqori darajadagi bolalar klinikasi hisoblanadi. Farzandingiz uchun bu yerdan genetik, ortopedik va nevrologik kasalliklarga davo topib ketishingiz aniq. Chunki Здоровый дети klinikasida o'z sohasining haqiqiy professionallari, Shvetsiya va Moskvada tajriba oshirib kelgan, Yevropa standartlariga 100% to'liq javob beradigan malakali mutaxassislar ish olib borishadi. Qolaversa, hozirda dolzarb muammo bo'layotgan autizm, DTSP, Down sindromi, mikrosefaliya, gidrosefaliya va shunga o'xshash barcha kasalliklar davosini aynan shu yerdan topasiz. Ishonch bilan gapirayotganim sababi o'z ko'zim bilan sog'lom bo'lgan bolalar va ularning bu natijalaridan hayratda qolgan ota-onalarni ko'rdim. Ko'pchilik bu kasalliklarning davosi yo'q deb o'ylaydi, lekin ishonavering, hozirgi tibbiyotda hamma narsaning imkoni bor. Здоровый дети klinikasini boshqa joylardan farqi bu yerda kompleks licheniya, ya'ni hammasi bir joyda. Logoped, defektolog, massaj, LFK, fizlicheniya va eng asosiysi yotoqxonasi ham bor. Undan ham super joyi bu narxida. Xohlagan joyingiz bilan solishtirib ko'ring, ancha arzon. Yotoqxonasini o'zi atiga 100 ming. Bunaqasini boshqa joydan topa olmaysiz. Hozirroq tashrif buyuring. Manzil Toshkent shahar, Sergeli, Yangi hayot metrosini yonida. Land Fitness mashg'ulot zalini to'g'risida. Здоровый дети. Bu nomni eslab qoling, aniq foydali bo'ladi.